1965-yil Erangilga hujum qilishadi. Bu yerda hech kim tirik qolmaydi. Rus shapkasini kiyib olgan askarlar hammani o'ldirib chiqishadi. Bu yerda faqat yosh bola tirik qoladi. Askarlar oroldan ketgandan keyin bechora bola vayron bo'lgan uyiga qaytadi va bu yerda shaxmat donasini topib oladi. U Erangilda eng oxirgi odam bo'lmayman deb o'z-o'ziga so'z beradi. Bundan keyin uni umuman ko'rmaymiz. O'sha bola yoshligida katta jarohat oladi va orolni tark etadi. Oradan ancha yillar o'tadi. Bola katta bo'lgach qaytib keladi. Yoshligini eslab shu o'yinni yaratadi. Ya'ni orolni sotib olib, kameralar qo'yib, boylarni yig'ib, orolda qirg'in uyushtiradi va o'z xonasida qizil ham ko'k zonani, ya'ni hammasini kuzatib boshqarib turadi. Xullasi bizni qahramonimiz yoshligida qanaqa azob chekkan bo'lsa, boshqa odamlar ham xuddi shunday azob chekishni xohlagan. Aynan shu sabab bu o'yinni yaratadi. Oxirida esa shu gaplarni aytadi. Welcome to my battlegrounds.